Festivalmen, bayrammen hammangizni qutlayman. Chunki O'zbekiston Respublikasida jarqin bo'layotgan bir qancha imkoniyatlar, o'quv shartlari uchun berilgan imkoniyatlar, bizning o'quvchilar qo'ldan bunaqa kelajakda bir ulkan kasblarning nomalari egasi bo'lib yetsak degan umiddamiz. O'quvchilarimizga aldingi o'quvlarda tanishlar bo'lsin, bunaqasi kerak kishilarni yaqinlab kelib, yaxshi bahonalar berib, lekin Xudo xohlasa kelishida yaxshi ko'rishimizni nasib etsin. Bugungi festival qatnashchilariga omad tilaymiz hamda festivalni ochiq deb jariyonlaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, aziz ustozlarimiz, mektemizda bugun ulkan bayram, millatlararo, xalqaro do'stlik festival o'tkazilib o'tibdi. Lekin usul festivalimizga bizning 30 mektep jamiyati, o'quvchilarimiz belsendiligini ko'rsatib, aktiv qatnashib, lekin o'zlarining hunerlarini so xalqlar orasidagi do'stlik munosabatlarning barliq hozirgacha saqlanib, bizlar sol millatlar bilan birgalikda hammamiz bir uyning, bir shang'aroqning bolalarday bo'lib, lekin aradan necha yillar o'tsa-da, qarab tursangiz, bizlar ham sizlarning o'quvchilik davrida usul festivallarda shunday bir tadbirlarda ulkan quvonchli kayfiyatlar bilan o'tkazayotgan edik. Lekin o'quvchilarimiz hozir o'zlarining tayyorlab kelgan nomerlari bor, so'larni bir hammamiz birgalikda ko'rib, tomosha etib, sol millatlarimizning arasidagi do'stlik munosabatlarini, so'larning qarim-qatnashini, ularning urf-odatlari, salt-dasturlarining barining sol o'zlarimiz guvohi bo'lib, sababchisi bo'lib, so'larni birgalikda tomosha etamiz. Hammangizga rahmat. Lekin bugungi bayramlarimiz so bayramlarga ulasib, lekin başçılarımızın aytayotganday 11-klass o'quvchilarimiz kutilib oldinda turibdi. O'sha bolalarimizga, qizlarimizga so oldindagi kelajakda bir omad tilab, so buyuk parvozlar deb qolaman. Assalomu alaykum, hurmatli 30-mektep o'quvchilari, aziz ustozlar. Bugun respublika bo'ylab O'zbekiston uyimiz usulining ostida tadbirlar bo'lib o'tibdi. Men sizlarga bitta aytmoqchiman, O'zbekiston Respublikasida 30 dan ostam o'z o'quvchilari bor. Misol uchun men aytadigan bo'lsam, men O'zbekiston fuqarosiman, ham Qoraqalpog'istonda tug'ilgan qozoq prezidentman. Men o'sha yerda tug'ilganman, quvonaman. Hamda sizlarga ham misol shunday mamlakatda, shunday yerda tug'ilgan uchun barchamizga cheksiz imkoniyatlar yaratgan mamlakatlarda tug'ilgan uchun barchamizga omadli odamlar deb ayta olaman. Shuning uchun men bugungi shu avg'ustlikda millatlararo tadbirda dinni taqvat millatga qaramasdan har bir O'zbekiston fuqarosina barliq mumkinliklar bizning yerimizda yaratilgan. Shu imkoniyatlardan foydalanib o'zlerimiz olatgan, o'zlerimiz yaxshi deb bilgan, o'zlerimiz qiziqqan har bir fanni yaxshi egarib, sol fanlarning eng tegishlilarini yetib bilgaysizlar. Yaxshi ustoz, yaxshi vrach, yaxshi olim, yaxshi sportmen bo'lib bilgaysizlar. Bu yil o'quvchilarda oyoqtalganlikda o'sha yerdagi o'quvchilarda o'sha yaxshi kunlarda kelishlarni nasib etdi. Barchamizni bugungi bayram bilan shug'ullangan qutlayman. Ham bugungi kechamizni ochiq deb yaralaymiz. Alloh
Altı olsun diye tarzı kendimiz ödeyeceğimiz hasretler var. Son hasretlerin kendimizi yolculuk alışlarına getirmişiz. Toy demek tuğan için basılı olan. Toy desem Murat Parman başlamalar. Bu toyda kotak benim baslaydı ve sayıklı dövme verdik can havalar. Toyumuz bu boğazın yiyen tağı, öküyemiz gayraydı basar tağı. Jigası kızlarımlar melekene saç verdik kosak aydan kez doğalar. Anal tuğan atanlar birge takar potanır. Yüzümüzge aytadı, bolsa ege katar katemiz. Timur ağağa bir selember geleceği, bir selember geleceği. Akjağılığı jelbilep, kelip keldi degende, kevlik etdi yelzirep, anal turgan nemеңiz Айжамал апаға бер bir сәлем. Кайнаған мен абысыным, қайнаған мен абысыным, Зинат менен Гүлназға, Талғат менен Асияға, Бахрам менен Азизаға, көп сәлемдер келіншілер, көп сәлемдер келіншілер. Анау тұрған қайнапан, анау тұрған қайнапан, Инжира Айша Мұхая, Гаухар Ильяс Сараға, көп сәлемдер келіншілер, көп сәлемдер келіншілер. Anal turgan, anal ülke kayının, tunal kişi kayının. Bekir'dün bayram İslam'a, çok selimler gelecek, çok selimler gelecek. Anal turgan Bikeşim, Roza benim vakıtta, Bibe selimler şahloğa, çok selimler gelecek, çok selimler gelecek. Aziz jandı kaldırma, Kordaslavda kaldırma, Maşınға мініп şu деген, kız görünse bu деген. Şaşlı kaptauға қайырған, ювы қызға бат айырған. Іржейіп қана тұрадау, гәпті яна тұрадау. Kordaslары келіп тұр, көріп деген беріп тұр. Үзілдік көзал зияда, жиырым жылғыз Шағисаға, жұп сәлемдер келінжек, жұп сәлемдер келінжек. Келімізді қалқа танытып, келінің бетін ашады. Yeğenim osындай бақытты тойда сендерге де кездесе берсін.